Bu yigitchamizni Payg'ambar alayhissalom tush ko'rganlar deb eshitdik-a? Tushingizni aytib berasizmi? Nima bo'lgan, aytingchi? Eski uy, yog'ochdan qurilgan uy. Eshigi oddiy, keyin esa assalomu alaykum Abdulaziz dedi. Keyin va alaykum deb salom berdim. Keyin esa aytdi, men Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'laman dedi. Keyin esa juring uyimizga kirgizaman dedi. Keyin bo'pti deb uylarga kirdik. Eshiklar taxtadan ko'tarib yopib qo'ydikdan keyin ichiga kirib, yana ko'tarib yana yopib qo'ydik. Keyin ichkarida Ibrohim degan var, birodarim ana shu bor ekan. Keyin men ana qiroat qilib bering dedi. Bilgan suralarni aytib bering dedi. Keyin bo'pti dedim men. Alhamdulillah aytib berdim. Ixlos, keyin Kavsar, Nas, Falaq, Sharh, Nasr, Baqara 8 oyatini aytib berdim. Keyin Ibrohim aytib berdi, o'tam keyin uyim aytib berdi. Uni kelsa xatolar bor ekan. Uni keyin to'g'rilab, keyin men ham Falaq surasidan Falaq bo'ladi ekan. Ana shuni men Falaq qo'yib shuni to'g'riladi. Keyin uylardan chiqqandan keyin yuring Abu Bakr roziyallohu anhu laqab beraman dedi. Keyin bo'pti deb ketayotganimizda yo'lda bitta masjid bor ekan. Masjid oldida ko'p odam bor ekan. Bitta qora odam turibdi ekan. Keyin ana shu odam qo'l ko'targan ekan, payg'ambarimiz aytdi. Hazrat Bilol bo'ladi ana shu dedi. Keyin o'tib ketdi. Keyin Abu Bakr roziyallohu anhu laqab berdi. Abu Bakr roziyallohu anhu laqabda ancha turgandan keyin Ibrohim bilan meni ikkalamizni ikki yelkasiga ko'tarib, uylarida aylantirdi. Qanday ne'mat, qanday bir baxt. Insonlar Payg'ambar alayhissalomni muborak diydorlarni ko'rish uchun qancha yillar, qancha Alloh taologa duolar qiladilar. Alloh taolo bu yigitchaga nasib qildi. Payg'ambar alayhissalomni ko'rishlik. Qur'oni Karimni xatm qildilar. Bu yoshda katta ne'mat. Necha marta xatm qildingiz? 7 marta xatm qildim.